Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emme ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik qarindoshlarimiz, bu qatimqi yana dersimizga hoş kelibsizlar. Bu qatimqi dersimizdeki asosiy mavzui talaqi hul'i, yani hul'i talaq degan nemu? Mushniki ustida to'xtalamiz. Yani oldingi dersimizde tafizu talaq, yani talaq qilish huquqini er kishi boshqa kishiga, yani ayoliga yoki bo'lmaydi boshqa bir odamga topshirsa bu qandoq bo'ladi? Nikohdan burun, nikoh qilgandan keyin, nikoh qilgan vaqtning o'zida topshirsa bo'lamdi, bo'lmamdi? Men mushniki ustida to'xtalgan to'q. Endi bu hul'i talaq deganmi bir talaqninki bir qismi. Aslida hul'i degan gap arabcha gap bo'lib, xala'a yaxla'u al-khul, yani xala'a savba, yaxla'u yani xala'atu savba degandan shundan kelib chiqadi. Yani xala'a savba degan kiyimni soldi degan gap. Yani hul'i degan gap kiyimni selish. Yani kiyimni sevassa, etivassa, taşvassa yüzün uçsuzidagi kiyimninki yüzünü, bunu Arapça tilda hul'i deydemdi. Endi bununki lügat ma'nosi bu. Endi bu talaqninki yüzünü nemi üçün bu hul'i deb ataladi degan vaqtninki yüzüden bir hisobdan talaq degan gapninki yüzü, yani nikoh degan gapninki yüzü kishi ayol kishini oldim, yani o'z ustimga oldim degan gap. Yani bu itibarı bilen şu ayol kişinin yüzündeki uçsuzidagi kiyimni öz üstüge kiyip algandek, ayol kişinin öz üstüge bütün mesuliyet, onu idare kılış ve gaza işlerinki hemmisini ben ayol kişini aldım degan gap boludu. Bu itibarı bilen ayol kişi erlerge nispete bir kimdek boludu. Hem de kimdek bo'lgandan bu itibarı bilen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şu erlerini ayollarga nispeten kiyim, ayollarni erlarga nisbatan kiyim deyishdiki sebep şu. Mana Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yani entum lahunna lakum libasun ve entum libasul lahunna degan nima ayet var. Bu ayette mana sizlar ayollarga kiyim. Shuningdek ayollarni sizlarga kiyim degan mushtaqchi ayet var. Mana bu nima uchun ayol bir-birisiga buni kim deydi desa, mana kim degan gapniki o'zi kim kechak, mana kishilarga, odamlarga nisbatan bir go'zallikni olib keladigan, ham kim kechakniki go'zallikni olib kelishdan boshqa uniki jiq mushunday foydalari, sabablari bo'lgandek, mana mushunga nima qiladi o'xshaydi. Mesela kim kechak degan bir odam kim kechak kiysa, yarishadi, go'zal bo'ladi, chiroyli bo'ladi, yaqinchilik mushtaq bo'ladigan gap. Ama o kimniki o'zi o odamni har xil musibat, har xil zarar bundaq bir narsada çok saqlab qoladi. Mesela mikrobniki bedenge kirishi, mesela shamol va gaza narsadan saqlab qolish ham mudofaa qilish, ham u qo'g'dash nemisi va aloylik va. Ana bo'lgandan keyin erlarni ayollarga nisbatan mushu xususiyatni çok o'rindaydi hamdi. Shuningdek ayollarni mana bu erlarga nisbatan mushu kiyim kechakdan iborat bo'lgan buni çok asası çok qiladi. Shuning uchun bu yerdagi bu talaqniki o'zini hul'i deyishlik sebep çok bu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve entum lahunna libasun ve hunna yani lakum libasun degan nima ayet var. Mushu oyatdan kelib chiqqan bir nima bu ish. Endi yeni birisiga anladik hul'i talaqniki o'zi hamdi. Lügat ma'nosi bu olsa buniki shar'iy ma'nosi bu degan nima? Shar'iy ma'nosi degan yani şer'i ma'nosi ayol kishi, yani kishi o'zidagi talaq qilish huquqini ayol kishiga bergan mehriniki qarshiligida ayoliga uchun berish. Yani ayol kishi kishidan olgan shu mehri va undan boshqa pul mol berish orqali kishiga shu kishining talaqini o'ziga uchun everish. Mana buni nima deymiz? Uni hul'i talaq, yani talaq hul'i deb nima qiladi? Buning uchun ataladi demdi. Aslida
aldım, təqdim degəndəkin ayal işkelisi, mana bu ayallık olub bir aile hayatıga bu işkelen çok kirdi. O ayrı işkisi bu aile hayatı kirgendeyken bu nikahınki devamlı üçün cezmen işkisiki otursudan mehri, muhabbet, şefkat, bir-birisiga mana için ağırtıdığan, bir-birisiga nayeti yaxşı muamelede bolulgan, ahlakta, sözde, diğerledek müştah nəsiçi buludu. Hem bu hayatı yani aile hayatındaki üzü her işkili tarafındaki bir-birisiga bolgan sükunet yani seken alaylı hususiyeti çok iyi. Hem şunu dek her işkilisideki mana erniki ayalniki üstüdeki hakları, ayalniki erniki üstüdeki hak hukukları diğerledek muşu nesniki üstüge kurulgan hayat olsa anedeki bu hayat devamlaşıdı. Eğer bu iki tarafındaki üstüde bunda bir iş, bunda bir muamele bulmasa bir-birisiga rahmi qiladigan, için ağırtıdığan, yaş gördüğün, fidakarlık, kən qosaqlık, afucallık diğerledek bir-birisinin iyğini kötürüşüdüğün, deydiğin, mehri, muhabbet deydiğin bunda bir nəsi bulmasa bu yada hayatçı, bu yada davamlaşmaydı. Davamlaşmay, akıdan ne kalıdı bu yada? Anadaki bir-birisine müşundaq yani acırışıp ketadigan bundaq bir ahvallar çoğu yüz verdi. Hem de müşundaq turuqluğun mu? Bazıda bir-birisine mene şu hak hukukunu ada kılıp yani bir-birisini şunda yaş köysem bulutu dep aşında kısmı bazı bir iki tarafdaki bir-birisiga muşundaq bir oxşumaydigan, tabiiyetiga maskenmaydigan ahlakı yoki muamelesi yoki tabiiy beden qurilishi mana ulga yaxshi ko'rinmaydigan ahvollar çoğu yüz berdi. Mana yüz bergan vaqtdagi o'zida bu yerda apırıpla Kur'an-ı Kerim, mana İslam dinimiz apırıpla bu yerda ajırashtirib degan gap yok. Uçan özde ayal kişi xetin asun, kişi derhallıkka konumkusun bu yerda koyuversin degan gap yok. U yerda qanday qiladi Kur'an-ı Kerimninki degani bo'yicha Alloh taolo Kur'an-ı Kerimde "Vaashiruhunna bil ma'ruf" sizlar ayollar bilan ey kişilar yaxshi ma'ruf ish bilan hayotni kechiringlar. Yani yaxshi mehr muhabbet, aile degan ayol qanday qiladi, erlar qanday qiladi deganlardek İslam din kösüp bekitilgen muşu hak hukukunki şeraiti sebebi bilen silah hayatçı küçüronlar. İger deydem bu ayetniki ahirde. فَاِنْ كَرِهْتِمُوهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجَلَ اللّٰهُ ف۪ي خَيْرًا كَس۪يرًا. İger silah şu ayallarını yaxşı görsenler, yaman körüp kalsanlar. Yani onu sert görüpsen, yaman görüpsen, bunu ben bana bomba dedip müştahçı kıpsen. Aşında kıpkasanlar belki şu yaxşı köymegen nəsiniki üzü, bu yaxşı köymegen nəsiniki üzüde Allah Teala bir hayriyet kılışçı mümkün. Cık yaxşılık kılışçı mümkün. Anda oğan boğandaki silah ayallardan yaxşı muamele kılanlar, bu ayollardan ma'lum bir tarafini mandaqken yoki semizken yoki axloq andaqken sizga mos kelmagan bo'lsin apiribla men taloq qilyapman demay mana shuningda sizga Alloh taolo nihoyat jiq xayriyatni qilishi mumkin. Siz buni bilmaysizlar. Anda o'g'andiken bunun ayrı andaqken, mayrum andaqken deb uniki mesela bedeni yoki gap so'z yoki chiroy yoki başka bir tarafdan bunda bir narsani yoqtirmay unda qilsanglar bu to'g'ri bo'lmaydi. Bunun ichida balki jiq yaxshi ishlar bo'lishi mumkin. Bu amaliyotdami? Mana bu amaliy hayotdami bu ish mavjud. Yani bazı odamlarniki chiroyi mesela bek chiroylik yoki uniki puli var, qamlashgan, shundoq zilva deb olgan bilan uniki yin bir tarafından o'xshamaydigan shunda bir jiq yerlari kishida qamlashmaydigan, axloq obdan emas, ya istili obdan emas, ya taqvo emas yoki mushta ishchi chiqishi bu tabiiy bir ahvol. Endi ba'zi bir odamlarniki mesela chiroyi obdan emas, badan turqi qamlashmagan. Bunda bu qolgan vaqtdagi o'zida u ayollarniki yin bir tarafin aytibek yaxshi, eriga vafodor, sadoqatman, rostchil, afujan mushunda ayollar bo'lishi mumkin. Bu ictimai cemiyetimizde bunu çok kirovatimiz. Yine bu doğruda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem edisi şunu adaydı. La yapruk mu'minun mu'mineten. Bir mümin bir mümin ayalını her güz onda yaman kördüğün bir işini çok kılmasın. İn kariye minke hulukan radiye minha hulukan ahar. Eğer kişi
bu ayaldan bir ahlakıdın, yani bir yerini set görüp kalsan, o ayalınki yin bir yerden razıçı buluşu mümkün. Anda boğandıkken, seninki ayrın andahken, sen pakkaken sen ya igizken sen ya ki sen o simiz ya oruhken sen mayır mandahken dep, bunu asas sebep kılıp bunda bir işiniki sebebidin o erkişi ayağını set gördü işini çok kimi son de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boyadısı çok muştadaydı. Anda boğandıkken aile hayatı muşunda mehr muhabbet, birbirisi fidakarlık, yaxşı görüş, fidakar buluş, diğerleri ken kosaklı buluş, efucallık buluş, diğerlerinki üstüde muşunda kurup, muşunda bupturuğun, muşunu devamlı şunu. Yani muşunda bupturuğun, muşunda yaxşı, ben bayanı set görsem iyi bir tarafı yaxşı iken, ahlakı ubdan ya öğünü ubdan tutudu diğerleri muşunda işlaçı 101'den. Muşunda turuğun yine, yani muşunda turuğun insan boğandıyken, insan boğandıyken bazı da şu erkişi şu ayalı emme işlerini kılıdı. Namaz okuydu, yüzündeki bütün buyrukları emmeni kılıdı. Aşında kıptırıqlığın mı? Yani bir taraftan ya ki uya bir yaxşı görmeydiğin bir yeriçi çıkıp kalıdı. Bu nemde bunu apırıp sen A tarafı yaxşı olğandıyken ma tarafını sen ne kötürüp onu sen neme kıyan. Onunla bile ötken deyişçi akılığımın ememez o muvafiqçi emez. Anda oğan boğandıyken eğer bundan bir iş yüz bergen bolsa, uçanın yüzüde bu kişi ayalıdın şu işini köygen bolsa, uçanın yüzüde Allah Teala mene kişiniki koluda bir ayağını talakka vetiş diyen hukukunu çok kıldı. Şu arkalık anadayken kanda kılıdın, şu arkalık anadayken ayal kişi aşındak yüzdeki iyirge aşından maslaşmışsa, iki taraf aşındak cedel, macra, birbirisini nefretlindiğen, birbirisiga muşundak kısım bir yer epleşmeydiğen, bunda bir alete boğa vaxtaki üzüden, uçanın üzüde mene talaqtın ibaret olan nersini Allah Teala mene kişi kolu kıldı, kişi uçanın üzüde ayalı bilen mene talaq kılıp uçadı bu işte ne kılıdı, kutulu demdi. Ahırkı değil mi bu? Hem de bu ayal kişemdi. Ayal kişi eğer iri şuna ubdan bolsa takva muttaqi muşda bolsa hem de bu insan boğandaki hem tabii yaxşı görüp gidişi imkanı çok bulmaydı. Ana boğandaki bu çan üzüde ayal kişi zat uçan üzüde kişi tekken. Sen onu da talak kılış, hakkını talep kılış katı dursa emez. Sen muşnunla ötsen deyiş bunu emez, doğrucu emez. Bununki karşılığı da eğer bunda bir iş yüz bergen bolsa, ben ayallarınki bu adın kutuluşu üçün, hem bu ayal kişiniki yüzü Allah'ınki aldığı günahkar bombaklık üçün, günahkar bombası için kanda kılıdı, günahkar bombası için ayal kişiniki koluğa Allah Teala mene hulidin ibaret olan bir nesini çok kıldı. Yani huli degen, yüzü iri, yüzüge mehre kılıp ağan toyluğunu bir arkalık aşı nikah talakını neme kılış iliş. Yani bu ne? Kişi çoğu ayal kişinin koluğu çok kıldı. Ayal kişinin koluğu kan boğandayken ayal kişi şundak ben şunda iş hakkı kısa mesela ben mesela ütüş imkanı yokken ben bu kılış arkalık benim üstümdeki senin hak hukukun var. Ben bunu kılamasım mümkünken ben günahkarçı bulmayayım. Ben hakkı kılım ben desem bir yerinden açtakçı ne konmaydı bu yerde çıkmaydı. Anda hoğandayken çıkmagan boğandayken ben sana sen bana ağan aş mehirini toyluğunu ben sana koluğu bersem koluğu bergendeki meniki talığını şu bersen dep munda kelişse o nime o yerde çok durs. Bu canı yüzü çok durs. Bu doğruda Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim Allah Teala şuna dedi ki: "Ve la yahillu lekum en ta'khuzu mimma ataytumuhunne şey'en illa en yakhafa alla yuqima hududallah. Fe in khiftum alla yuqima hududallah fela cunaha aleyhima fima ibtadat bih." diyen nime ayet var. Allah Teala bu ayette selinin seli üçün ayallığa bergen mihre hakkıdın hiç kanda bir nersini evelişini katli ala demez. Evelişini katli ala demez. Biz hem de ayalını ağa vaktin üzüden mihre hakkıda berketken nersini ki
bir boğandan keyin o adamniki yüzü şu ayaldan şu mehrini iri her qandaq vaqtning şartning asida bir pungluk çağını eliş halal emas. Eğer şu nesne şu ayalıniki mine ruhsuz, razısız ep işletip müştaq kan bolsa bu ne boludu ya da haramçı boludu. Lekin er ayan Allah ikisiki o'ttirzidan mana baketken haq huquq prinsip usullar var. Mana buni turg'izishda, buni ijro qilishda bu ikkilancho degandekchi qilolmaydi ekan. Biz bunda qilaversak, ikkimizniki o'ttirizki, ya'ni ayolniki mening ustimdiki, mening ayolning ustidagi haq huquqni bu yerda biz ijro qilib amillashtirib olmaydi ekanmiz. Bu haq huquqini men ado qilolmaydi ekanman deb har ikkilisi bu tarafdan mushunda qo'qqa vaqtdagi o'zida mana mushunda qo'qqa vaqtning o'zida mana shu vaqtning o'zida anidagi kelishim qilib o'chaniki o'zida bu kishi shu ayol kishiga bergan shu mehrini oscho bo'ladi. Agar sizlar er ayol ikkanligi o'ttirzida berkitgan shu usul prinsip haq huquqini men ado qilishdan sizlar qo'rqsanglar فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَبْتَدَتْ بِهِ. Uçan özde bu ayol, her işkelisiga ayol kişi yüzündeki nefsini kutuldurmuş üçün şu kişiye bergen nersede hiç kanda günah bir masiyetçi yok. Hiç kanda çatakçı bulmaydı o. Günah mı bulmaydı o duruz. Depmenen bu ayette Allah Teala şunakçı deydi. Anda oğan diken eğer bunda bir iş ayol kişi tarafta yüz bergen bolsa ayol kişinin tarafta yüz bergen bolsa, o çağının yüzü de şu ayırı ağan, şu mehriniki yüzünü bir arkalık yüzündeki talığını alsa, o neyme o duruz. Ayırma bu yerde neyme boğan bolsa, ruhsatçı bergen bolsa. Yani bunu karağa vaktindeki yüzü de şu ayol kişininki yüzü, şu mehrini, kişinin ağa vaktinin yüzü de bu mehri degen ayol kişideki yüz onunki hakkı. Bunun hiç kandan ikinci bir adamniki mudahada kılıp onu ya bir punçalık ilişki katli durulması. Hatta ki atsı, afsı, tukkalları, iğrini tatıp katli dursamaz. Halis onunki çok hakkı olan buludu. Hem de bu yada şu hakkındaki yüzünü, yani bu ayol kişi işte işler yüz bergen vaktinin yüzüden bu ayol iriga şu nesne bir şey arka talahını ağan bolsa, bunun da İslam dinindeki resmi bu yerde mene insaf hem adaletli şekilde şu bu yerde ifadelenildi. Ne için? Ayol kişi hem de kişi bağlanıp kandıyken o yerde tabi iti, ayol kişinin bazı tarafını görüp o yerde mecaz kamlaşmayın. Muşda kan boğanıyken nefretlenip hem bu yerde bir insanın kolu kelliğe işemez bu nefret, muhabbet hem rahmet diyen Allah'ın ilgi diyeceğim. Muşunda boğan bolsa uçan üzüden şu burun bergen nersini boptu ben sana berey, bana atalığını çok bergen diş bu yerde ne boğan buludu ya da adalet çok boğan buludu. Bu yerde adalet boğan buludu. Eğer bu yerdemdi her işkelisi hem de bu yerde her işkelisi birbirisi gel. Muşunda kanlaşmagan, birbirisi nefret, birbirisi yaş görüşmeydiğen, muşunda yani oturursa cedel macera tügümeydiğen bunda bir işler her işkelisiden yüz bergen bolsa, uçan üzde kişinin kolu da nemi var bu yerde talak var bunu ona tügüdü. Eğer ayol kişi bunda koğan bolsa, uçanınki üzü de yani bunu bir iş arkalık, mehni bir iş arkalık, o ayol uçanın üzü de ayol kişi bu yerde yüzdeki yani talağını çoğu nemi kıldı bu yerde alı demdi. Bu yerde demdi bunu biz ne vedeyimiz onu hul'i talak yani Arapça gepte hul'i talak dep atayımız. Bu talakniki yüzünü mesela İslami fikir kitaplarda mesela hul'i, fidiye, sülhi, mübaraat dep muşunda isimlerden ne kıldı bir yerde ataydı. Atagan boğandaki meyli fidi versin meyli. Mesela Kur'an-ı Kerim'de fîmabtedet bih dedi. Yani ayol kişi yüzünü kişi yerde kutuluşun fidi bergen. Yani yüzün nefsini kutulduruş şekilde bergen. Nefsinde hiç kanal neme yok bir yerde çatak yok dedi. Bu yerde fidi mi deydi o, sülhi mi deydi o. Hem de sülhi diye vaktimizde her birisindeki qaratqan tərbiçi oxşamaydı. Hem de sülhi degen gapning yüzüde bunundaki dersimize çıkıdı. Eğer bu ayol kişi erninki üstüde hak hukukurcu buludu. Eğer bu ceryanda ayol kişideki yüzü eğer mening irim menden nefretlenip müştaqib qalgan bir iş var şeydi. Men bu erninki nemini qılamıdım deydigan bunda bir ahval yüz bergen vaqtning yüzüde men er ayol erşikilisi kelişip
Uçan üzüde meniki bana mesela bütün yemek, içmek, kim keçek, turalgı joy hem menin yenimde yetiş cinsi münasebet degen hak hukum hemmisi menin hakkımda şunun içinden bazı bir haklarımni men vaz keçtim. Onu qilib bermesang mayli. Boptu men seninki nikahında ahir qatim men shu ölgen kadar senin nikahına ütüp ketay deb mundaq kelishganliging o'zini bu yerda nima deydi uni sulhi deydimdi. Yeni bir sigana deyken bu yerda fidi deydi. Fidi degan gapniki o'zi. Fidi degan gapniki o'zi shu ayol kishi erdan olgan shu yilqi mehrdan jiqaroq narsani berish orqali shu o'ziniki talog'ini olganligini bu yerda fidi deb istiloh qilib bundaq qilinadi. Andaki hul'i degan gap, hul'i degan yani kishi shu ayol kishi qanchalik mehr haqqi bergan bo'lsa, shu mehr haqqiniki aynini shu ayolga berish orqali taloq qilish huquqini ayol kishiga xitinichi berish. Buni nima deymiz? Uni hul'i deymiz. Muborat degan har ikkalasi bir-birisidan nima bo'lish? Ajrishish. Yani her şey kelishim qilibdi. Bo'pti, men sana men mening birmuncha huquqlarim bor deb, bo'pti, ayolma her ish qilib bu yerda deyish, men amma bo'pti ajrashib ketdi deyish. Mana buni nima deydi? Uni muboraat deydi. Endi bu nima uchun bunda ishlar mana yuz berdi degan vaqt o'zida mana oyatning biz degandek mana bu shaklcha yuz bergan. Oyatda u bir hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki davrida bir ish yuz bergan. Bu ishniki nemisida shuna deydi Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu'niki hadisida Imom Buxoriy va Imom Nasa'iy rahimahumulloh yuzdagi kitoblarda men rivoyat qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala shuna deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki qishgan Sabit ibn Qays ibn Shumas degan kishiniki ayoli payg'ambar alayhissalatu vasallam qishib dedi ki, ya Rasululloh, men bu Sabit ibn Qays'ninki meni ahlaqi, diyanet cihetden hiç qandaq men tanqidlab, onu için kemsitib, ya bo'lmaydi deb eyibchi bo'lmayman. Va lekin men Müslüman İslam dininin işi tutup, mush ayağı mening erim, yani şu Sabit, meniki haq huquqimni hammani qilib beryapti. Öy, yemek, içmek, kiyim kechak, jinsi munosabat, hammani mehr, muhabbat, muomala qilish hammani qilyapti. Muşunda qilib turuqligimmi, men musulmon bo'lganlikni islom dinini turib, mushuniga ko'z yumib, men uniki norozilik qilib qo'yishdan iborat bo'lgan bu tuzkorlik ishni men yaxshi ko'rmayman. Degan vaqtning o'zida meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq dediki, unda bo'lsa siz shu Sabitqa sizga olgan to'yliqdan iborat bo'lgan shu beg'ini siz yondirib beramsiz degan. Degan vaqt o'zida meni u ayol hamaqol degan. Degan vaqt o'zi payg'ambar sallam unda bo'lsa, ey Sabit, sen to'yliq bergan bu bog'ni sen qabul qilib, uni bir taloqchi qilib qo'yib etgan degan. Unda o'g'an ekan, bu xul'i taloqniki asosiy manbai men yuqorida degan shu oyat bilan hadisdagi meni shu ikki hadis ve ayet ve hadisin ibaret olan bu ikkiniki üstüdü buludu. Manbasi bu yerda kelib chiqqan endi. Kelib chiqqan bo'lgandan islom dinida xul'i taloqdan ibaret olan, yani ayol kishi yeriniki yiliqi olgan mehrini yoki jiq yoki oz berish orqali shu taloq qilish huquqini ayolni aridan nima qilish, uni setib olish, ya'ni evilish. Buni nima deydigan bo'ldik? Xul'i taloq deydigan bo'ldik. Ana o'g'andan bu yerda xul'i taloqniki bo'lishi uchun bu yerda xul'i qiluvchi qilinuvchi ayol, qilinadigan labzi, yana birisi qilinadigan narsaki, ya'ni mal, 4 narsa bor endi bu yerda. Shu narsa shu ustida to'xtalamiz. Endi xul'i qilmoqchi bo'lsak, endi bir taloq qilib endi kishi o'zining og'zi chiqib taloq qilyaptim desa, u hech qanday nemiz yo'q. Bu taloq qilib bo'lgandan keyin o'chaniga o'zida uniki bir mencha ahkam, onu alakadar olan hükümleri çupa, onun için icra kıldı, iddet tutudu, onundaki 3 aygacha bo'lgan yemek içmek ya menasa qilib berib o'zing uyda to'q tutib anadikin apirib qo'ydim shu nimalar bor. Endi bu xul'i deganmi, bir tarafda taloq bo'lgandan keyin xul'i bo'lishi uchun qanday vaqtning o'zida xul'i taloq bo'ladi desa, mana bu xul'i degan gapniki o'zi mana bu arabcha bir gap. Endi bizdagi Uyg'urlarda bunday bir narsa yo'q, xul'i taloq degan bunda bir ishlar, yani bu gapning o'zi ishiltish shakli yo'q. Ammo islom Arab tilida kelgan bo'lganligi uchun shu arab tilidan ilingan
talabbuzi nima qildi bu yerda ishildi. Ammo bizning rayonlarimizda bu shakldagi ishlar nihoyat kamchi uchraydi endi. Kam uchrab, mushundaq ayol kishi o'ziniki eri olgan shu mehrni berish orqali talig'ini cho beribdi ya talab qilibdi degan gap nihoyat kamchi uchraydi. Ammo buniki aksi bo'lgan şu kishi ayol kishi olgan shu taloq nimani mehriniki o'zi taloq qilib bo'lgandan keyin bermaydigan. Osh betimla shu men taloq qildim chiq uydan deb hech qanday bir narsa bermaydilar ashta chiqarib oladigan. Meni bu ish nihoyat jiqcho ish endi. Buniki gunoh ekanligida har tarafda bir qancha gunohchi ega bo'ladi bu odam. Bir qancha gunohni qilgan bo'ladi endi. O adam achchig'im keldi deb o ayolniki o'zi heyizlik holatdimi emasmi, jinsiy munosabat o'tkazgan to'g'ridimi emasmi? Bu bir gap. Ya'ni taloq bidiy qildi degan gap, harom taloq qildi gap. Undan boshqa bu ayol uchun olgan mehriniki hech qandig'ini bermaydigan. Hech qandig'ini. Bu olgan mehriniki o'zi, mayli pul olsun, mayli uy olsun, mayli mashina olsun, mayli kim kechak olsun, qanday bir narsani şu mehr haqqi to'yliqda bekitilgan bo'lsa, uçaniki o'zida bundaq bir narsaga hech qanday bir odamning mudohala qilib, meniki deyish qat'iy haqqi yo'q. Anda o'g'an ekan, agar shunday bir holat yuz bergan bo'lsa, undaq holatni mana bir tal narsani ilish qat'iy emas, qat'iy durust emas, hattoki bergandan sert inshaalloh bunidagi keldi darsimizda mut'i deydigan bir narsa bor endi. Ayol kishiga endi mani qilibdi men voy bir ko'ngil xap bo'lmasanglar deganidek shaklda kiyim kechakda berib qo'ydigan. Bunda bir ishchi bor. Uni cho qilmaydi endi. Xatoning ustiga xato. Mushunda qilish orqali bizniki jamiyatimizniki mana Uyg'ur erkaklarniki qilgan ishni shunday ko'ryapmiz. Bu nihoyatda jiq avjab ketgan bir ish. Anda o'g'an ekan bu xul'i degan gapniki xul'i taloq qilish uchun qanday bo'lish kerak? Şu xul'i taloq bo'lish uchun jazman xul'i va xul'idan turlangan bir qancha lafzi. Mesela xul'i degan masdar bo'lsa, undan turlangan mozi, muzari, ism fa'il, ism maf'ul deganidek mushundaq talaffuzni ishitish orqali bundoqcha vujud keldi. Yoki şu xul'ini uqtiradigan bir talaffuzni, şu xul'ining ma'nosi uqtiradigan bir talaffuzni uqtirib mushundaq qan bo'lsa, uçanı degan bo'lsa, anadagi bu taloqi xul'icho bo'ladi endi. Agar bu odam unda qilmay, unda xul'i degan lafzni ishlatmabdi. Ishlatmay nima debdi? O odam shunday xotiniga sen 100 ming koy ya 5 ming koy versen 5 ming koyni qarshi qilmasdan taloq qilman degan bo'lsa bu xul'i olmaydi. Bu taloq bo'ladi. Bu yerda taloq bo'lgandan keyin taloqi bain mundachu bo'lib ketadi. O'chan o'zida bu xul'i olmay, malning ustiga qilingan taloq deb hisoblanmay, buniki o'zini xul'i deb cho'nim qilmaydi ya da hisoblanmaydi. Chunki u yerda malninki ustiga taloq qildim degan bo'lganda taloq degan gap oyada labzi chiqqan bo'lgandan keyin bu yerda xul'i taloqchi bo'lmaydi. Endi xul'i taloq bilan bu yerda taloqniki mana farqi bu nima bo'ladi desa, bu yerda xul'i taloqniki o'zidan mana keyin keladi. Xul'i taloqqa vaqtniki o'zida bu taloqi bain bo'ladi. Taloqi bain bo'lgan vaqtning o'zida u kishi şu ayol xul'i taloq qildi, qilgandan keyin bu ayol bilan iddat to'shqichilik yoki iddatdan keyin mana u odam shu ayoldan yenishiman desa, qoidadan nikoh, qoidadan mehr haqqini deyishib, qoidadan to'y qilish kerak. Buni bilan bo'ladi. Agar taloq degan bo'lsa, taloq raji bo'lib, o'chanizda iddatniki ichida mana qaytish bu yerda nima bo'lgan bo'ladi? Imkon bo'lgan bo'ladi. Agar imki shu nemisi tugab ketmagan bo'lsa, taloqi, ya'ni iddati tushib ketmagan bo'lsa, bu shundaqcha bo'lgan bo'ladi. Endi taloqi xul'i vaqtning o'zida nimaga qiladi endi? Biz oyatda dedik, xul'i mana shu beradigan narsaning o'zi 4 xil narsa bo'ladi deb, shu xul'i qilmoqchi bo'lgan shu malniki o'zi jazman islom dinida mal deb hisoblangan, uniki miqdori jazman ma'lum bo'lishi, uniki qancha dona, qanchalik qaysi vaqtda beradiganlik
deganidek rasmiy mal deb hisoblangan bir malchi bo'lish kerak. Agar bundaq bir mal bo'lmagan vaqtdagi o'zidan qat'iy nima bo'lmaydi, u yerda durustchi bo'lmaydi. Bu odamda kishi bilan ayol kishi shundoq deyishibdi-da, deshganiga qo'li yiqilib, shundoq qilsam, tayyorlig'imni bersam, meniki nikohimni, talog'imni bersanglar deb, ashada bo'ldi, men qo'li yiqildim deb to'xtabdi. Qo'li qildim deb to'xtab qo'yganligidan hech qanday qo'li taloq bo'lmaydi. Qo'li qildim deganlik bilan birga shu odam shu qo'li qilingan mal nima? Masalan, olgan masalan to'yliq, masalan 5 ming koy, 10 ming koymi yoki uni qo'shib berib 20 ming koymi, u pul qanchalik miqdor qachonlikqa deganidek mushunday uchiq bir narsani mushta deyishchi kerak. Endi bu canın üzüden, bu adam ben seni huli kıldım devol turup, o canı şık tuğan bolsa o çağda bu huli talak olmaydı. Huli talak olmayı eğer muş gapni digen vaktin üzüde bu adam ben talakını niyet kılgan tem digen bolsa şu niyetiga asasen bu adamın şu gibi bilen o ayol talak recici buludu. Eğer bu adam bu ben seni huli kıldım digen gapni şık kıdı dep onu da hiç kanda bir nersini o adam niyet kılmagan bolsa o canın üzerinde hiç kanal benesi bulmaydı. Hem talak huli mi bulmaydı, hem talak recidin ibaret o talak mı çoğu uyadı çoğu bulmaydı. Hem de şu huli kılınan talakniki yüzü, ölüm alemimizin oturduğu ihtilaf var. Yani bu talakniki kılınan, huli talak kılınan malniki yüzü, şu ekşi şu ayalga ağan, şu toyluğunu okşaş bulamdı. Yoki ziyoda bo'lsa bo'lamdi degan vaqtning o'zida bu yerda ikki xil ko'z qarash bor. Ba'zi olimlarimiz bu yerda xul'iy vaqtniki o'zida shu kishiniki shu ayol kishiga bergan to'ylig'idan ushiq bir narsa osi qattiq bo'lmaydi deydi. Elishniki o'zi nima bu yerda makruh deb nima qiladi? Qaraydi. Yeni ba'zi olimlar bo'ladi deydi endi. Bo'ladi deganlar yani başka mezheptekiler yani bulmaydı. Şu qanchalik olgan bo'lsa, mena shunchalik narsani çoğu berish kerak deganlikniki o'zida bu Hanefi mezhepning nemisi o ko'z qarash. Chunki Payg'ambar alayhissalatu vassalamniki bir hadisida shuna deb nima qilingan u yerda rivoyatchi qilingan. Bu rivoyatniki o'zida Payg'ambar sam shuna bir ayol kelgan vaqt o'zida siz o kishi olgan shu bog'ninki o'zini qaytirib beramishsiz degan vaqt o'zida u ayol payg'ambarga bo'pti men olgan bog'ni va uni qo'shib men beraman degan vaqt o'zida payg'ambar alayhissalatu vassalam ammo u chiqib bersiz bu bo'lmaydi degan. Men mushu hadisga asosan biz agar taloq xul'i qilmoqchi bo'lgan bo'lsa u ayoldan shu xul'i qilgan shu olmoqchi bo'lgan mal şu kishi ayolga olgan mehri haqqidan ziyodachi bo'lmasligi kerak. Ziyoda bo'lmasligi kerak. Ammo bundan ziyoda bo'lib kelgan vaqtimizda toza obdanchi bo'lmaydi endi. Chunki u odam u ayoldan jiq bir narsani olgan bo'ladi. Bu yerda qat'iy nima emas, bu durustchi emas deb nima qildi? Bu yerda qarildi. Endi xul'i qilmoqchi bo'lgan erninki kishiniki o'zi jazman men talaqqan adam qandaq adam talaq qila oladi deganning ustida to'xtaldik. Endi birisiga talaq qilin, ya xul'i qilmoqchi bo'lgan shu ayol kishi jazman u odamniki ayolichi bo'lish kerak. Ayol bo'lgan vaqtning o'zida aql, baliq, aql o'shi joyida mushundoq bir ayol bilan andiki xul'i talaqchi qancha qilsa bo'ladi. Biz buniki tafsiliga keyin endi to'xtalamiz. Endi xul'iniki o'zi. Xul'i talaq degan gap endi ikki oila bo'libmi ayollar tarafidan kishiniki ba'zi bir qiliqlarga ya ba'zi bir ishni qilgan uni qilish tegishga ishni qilmagan qilamagan ya qilib bermay mushundan borliq kelgan bir sababdan andiki xul'i taloqchi bo'lgan bo'ldi endi. Xul'i taloqni mana sabab qilib uni shart hozirlaydigan narsa uchun mushu. Endi bu yerda deydi endi mushunda bir narsa bo'lmay turxulg'imi? Her işkilisi meni ayollik huquqini hammasi ado qilish bilan obdan chiroyli ketib beribdi. Ketib olgan vaqtniki o'zidimi? Ketib olgan vaqtning o'zidimi? Shu uchun o'zida xul'i taloq qilsa meni bo'lamdi, bo'lmamdi degan vaqt o'zida meni agar har ishkilisi rozi bo'lishib, agar mushundoq taloq xul'i qilishli bo'pti, men ayol kishi qo'pib olgan to'ylig'ini men beray,
mening talığımni be dep mundaq qilsa nima deydi bu yerda? Bo'ludi deb nima qiladi bu yerda? Qaraydi endi. Endi bu yerda xul'iy qilonga bir qancha sabab bo'ladi bu yerda. Masalan, er kishiniki o'ziniki badan qurilishi, axloqi tarafidan bir kamchilik, yani nafratlangan bir qiliqchi bor. Buning bilan bo'lmasa er kishining boshqa haqning hammani cho'q qilib berdi. Mushundaq turg'un kishi, ayol kishi bu yerda yashash imkoni yo'q. Yoki bo'lmaydi, ayol ki er kishiniki o'zi shu ayoliga o'ziniki huquqini ba'zicha ado qilib bermaydi. Men ado qilib bermay shu orqali anadagi bu ayol kishi men aniki huquqini men ado qilamadak, men xaf qilib qo'ygudak, men Alloh taolo erniki meni xizmatini qilish, yaxshi muomala bo'lish, yaxshi gap so'zchi bo'lish, obdan muomala bo'lish deb tikan. Unda o'g'aniki bu ishni mening huquqimni qilamidi yoki bo'lmaydi badani anda qaraqkan, amanda qaraqkan deb lekin bu choniki o'zida bu anda xul'iy qilish, taloq qilish bo'ladi. Bu yerda da'vat qilamiz endi. Bu eğer nikah qilishdan burun bunda bir ayıbni uqqan bo'lsa, o'chan o'zida xul'iy taloq qilishning hojati yo'q. Taloq qilib bo'lgan, nikah qilib bo'lgandan keyin ashunda yo'shirib yurib bu kishi ashunda bir axloqchi chiqib ketdi. Masalan, jinsiy ojizlik yoki bo'lmaydi, ruhiy kasallik yoki bo'lmaydi, shunda bir xil kasallik bo'lib ketdi. Ya'ni oila hayotini davom etish imkoni yo'q. O'chan o'zida mana imkon yo'q. Uçan özüde bu nikah qilishda burun sıkıp diken. Nikah qanı bu çıkıp ketdi. Ama nikah qilgandaki bunda bir holat yuz bergan bo'lsa, ya bir putini yapıp ketibdi, yanında yapıp ketib, yanında yapıp ketib, bu çanın özüde bu xul'iy taloq qilishga bo'lmaydi. Hem bu çanın özüde bu ayolni biz ayri bilan davomli uyutishga bu yerda nima qilamiz? Bu yerda vasiyatchi qilamiz. Endi bu yerda hech qanday bir sababchi yo'q. Bu yerda her ishqiz obdan kelyapti, ammo shundaq turg'un xul'iy taloq qilamiz deb her ishqiz qamlashib bunda qam bo'lsa mu durust. Lekin bu nima o makruh. Nima uchun? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zidagi bir hadisda Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan bir hadisida shunday deydiki, al muhtaliatu hunnal munafiqat degan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kelimasi bor, hadisi bor. Yani xul'iy taloq qilgan, yani sebepsiz xul'iy taloq qilgan mushundaq nimalar ayol kishilar bo'lsa, ular munofiqlar. Ular faqat munofiqlar degan. Unda o'g'anda ekan hech qanday bir sabab yo'q. Sabab yo'q. Eri hamma narsa uchun qilib berdi. Yeydigan, ichadigan, turadigan hamma narsa qilib berdi. Ehtiyojimni qamdab berdi. Hech qanday bir narsa yo'q. Ashundaq turg'un. Yeni men xul'iy taloq qilaman. Sen menga olgan ashu nimangni aş toyluğunu men sana bersem, meniki nekayim talığını bersem dep munda qilishing o'zi nima o makruh. Bu yerda anadaki Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem'ninki hadisida qanday bir ayol sebepsiz o'ziniki talaqini mushunda talab qiladi ekan, men bundaq ayolniki o'zi jannatdagi furug'ini uchun nima qilolmaydi, 500 yilcha topolmaydi degan Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem hadisi var. Yani bu yerda er shundaq obdan axloqlik hammani adak ishni cho'q qiladi. Qilib bu ayol yoki boshqa bir maqsad bo'ladi. Bunda olib qolsa haromning ustiga harom qilgan bo'ladi. Shundaq qilib turgan buzilib, masalan, buzilsa jazman harom. Agar u rasmiy isbotlansa rejimi qilinadigan gap. Agar uni niyatin bilgili olmagandan keyin hamda mushundaq qilish orqali ya o'ziniki menda nemisini ko'rib boshqa odam selishtirish orqali meni boshqa fosiq er kishilarga selishtirib men buni qilib ana qilaman deb buzilib undaq qilsa haromning ustiga harom, gunohning ustiga gunohchi bo'ladi. Endi undaq emas. Undaqchi emas. Undaq bo'lmaylar bekor mushunaq ajishib ketay bo'pti deb undaq qilishning o'zi nima u yerda makruh. Ama sebep bu qolsa ham yuqori degandek, o'chan o'zida bu nima o durust. Bu yerda xul'iy degan gapniki o'zi har ikkisiniki, mana er bilan ayolning har ikkisining nimasi bilan bo'ladi, bu rozilik bilan bo'ladi. Har ikkisi rozi bo'lib, anlik xul'iy bo'lgan gap. Agar bu nafratlanish, ya'ni yaxshi ko'rmay, mushundaq jadal majra mana bu ayol kishi tarafdan bo'lib, agar kishi unmaydigan ish olgan bo'lsa, o'chani shar'iy mahkama bo'lgan bo'lsa, meni shar'iy mahkamaga olib borib, anadagi shar'iy mahkamada qozi bu yerda rasmiy bekitib, qozi o'chan o'zida mana erni ayoldan nima qiladi, ajrashtiradi demdi. Bu yerda ajrashtiradi chunki mana bu Sabit ibn bu yerda mana bu Sabit ibn Qays
degan adamniki ayoli mana bu yerda o'ziki yosh ko'rmaydigan ishni o'zini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki qishig'icha apag'in. Mana Sabit ibn Qaysniki ayoli ve apag'avati payg'ambar bu yerda taloq qildirib, bu yerda ishini uchun tugatgan. Unda bo'lgandan keyin agar mushta bir ishlar yuz bersa, ayol kishiniki o'zi mahkamaga berib, mahkama da'vo qilish orqali o'ziniki taloq qilish huquqini, haqqini ozcha xul qilib, bu nima u durust. Ana bu yerda aslida xul'i taloq qilishniki o'zi sababniki o'zi mana bu ayol kishi tarafdan ayol erninki ba'zi bir kamchilikga qila olmaslik ishning sababini uchun kelib chiqdi. Kelib chiqqan bo'lgandan keyin aslida bu yerda nafratlanish kishining tarafidan bo'lsin uchun bo'lamdi desa ba'zi olimlar bo'ladi deydi. Aslida bu yerda nafratlanish ayol kishidan bo'lgan bo'lsa, u chaqniki o'zidan xul'i taloq qiladi. Agar kishi tarafdan qilgan bo'lsa, u chaqda xul'i qilmasa taloq qilsa, shu bo'laveradigan gap. Endi bu odam ayol kishini yaxshi ko'rmaydigan bo'lib ketdi. Yaxshi ko'rmaydi, ammo ayol kishi yaxshi ko'rdi ekan, birga o'lsam bo'ladi deydi ekan. Bu xul'i taloq qilish uchun bo'lamdi deydi. Bu ba'zi ulamolar qat'iy emas, bu yerda durust emas. Chunki bu kishi agar ashundoq yaxshi ko'rmaydigan, mushunda nafratlanadigan, mushunda bir ishlar uchun borkan, mushunda botir o'qimada obdal o'tay desam, ko'ngli bir yerdan yoki qamlashmaydi, yoki ish olmaydi, endi bu inson tabiiyligi bir ish. Ana o'g'andagi bu chaqning o'zida men bu ayolniki o'zini ham mushtaq qilmagandagi gap so'z harakatlarda uni xorlab, uni dashkurlab, kamsitib yoki tillab deganidek yoki oxirida berib bo'lmay hamda urib deganidek haqoratlab bunda qilishning o'zi bu nima u harom. Endi mushunda qilish orqali men buni xul'i taloq qilib vayjon degizib, oqidan ashu pul elib, to'yliqni bergandan bosh bir qancha 10, 20, 30 ming, 100 ming pul evalaymish da qilsam bu boy bo'lgandan keyin deb munda qilib qolganlikni o'zida bu qat'iy emas, bu durustchu emas. Chunki unda qilmasdilar. Asli ayol kishini yaxshi ko'rmagan bo'lsa, o'sha taloq qilsa uchun bo'ladi, xalqniki haqqini bu yerda yeb olgan bo'ladi deydi. Shuning uchun bunda bir maqsadda bir odam o'ziniki ayoliga mushundoq muomala qilishniki o'zi nima bu yerda harom. Qat'iy emas, o durust emas. O'zi yaxshi ko'rmaydi ekanda, yaxshi ko'rmagandan keyin bir qo'yvatay desam, olgan to'yliq binasi bermaydi. Uningdan ko'ra mushunda qilaversam yaxshi ko'rmagan shunda haqoratlab, kamsib ishni qilib bermay, urib tillab mushunda qilsam, bu ayol kishi mendan to'yib, oxirida onaniki vayjon degizib, hattoki taloqdan nikoh qilgan vaqtniki o'zida olgan to'yliqdan iborat o to'yliq va uning boshqa bir qancha pul undirib olgandek buningdan deb bunda qilishninki o'zi nima o tubdan harom. Agar shundoq qilib, shundoq pulni olgan bo'lsa, bu odam mana haromni yegancha bo'ladi. Bu to'g'rida Alloh taolo mana nima deydi? Alloh taolo Qur'oni Karimda shuna deydiki: "Ya ayyuhallazina amanu la yahillakum an tarisun nisaa karahan va la ta'dhuluhunna litazabu bi ba'zi ma ataytumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah." Ey mu'min bo'lgan kishilar, sizlarga ayollarning mecbur holatda varis bo'lib, uniki melini elish qat'iy emas, halol emas. Shuningdek, ayollarning o'zini bergan ba'zi bir mehrini evoliman deyish orqali ayollarni texmi qistab, besim ishitish orqali bundaq evilishini qat'iy bo'lmaydi, bu yerda halolchi bo'lmaydi deb Alloh taolo Qur'oni Karimda mushtaq deydi. Endi bir oyatda Alloh taolo mana bu to'g'rida va in aradtum istibdala zawjin makana zawjin va ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khuzu minhu shay'an ata'khuzunahu buhtanan va isman mubinan deydi. Alloh taolo mana bu oyatda agar bir ayolni qo'yib, endi bir ayolni olaman, tegishtirman demoqchi bo'lsanglar, ularniki birga shuna jiq mehr haqqı bergan bo'lsanglar, siz u mehr haqqiniki o'zining hech qandig'ini qilmanglar u yerda amanglar. Sizlar bir ayolni qo'yib etib, bir ayolni bir ayolni olaman deb, shu ayolniki o'ziga jiq bal mehr haqqi beribsizlar. Shu mehr haqqi bergan vaqtning o'zida shu mehr haqqini shu qo'yib etman degan vaqtda elishini qat'iy emas, o durustchi emas. Mana bu oyatga asosan bizdagi ra'ylarimizdiki ashundoq ayollarni qo'yib etman deb urib tillab qo'g'lab chiqib, uni hech qanday bir narsa bermay, hatto yotgan ko'pisini tortib otisining uyini ekan. Bundoq qilib etishniki o'zi bu tubdan nima bu harom. Harom degandek bo'ladi. Kishining haqqini bulab,
o'g'irlab, yanchiqchilik qilib, aldab yenge o'xshashi bo'ladi demdi. Bu qat'iy nima emas, o durust emas. Alloh taolo oyatning oxiri nima deydi? Ata'khuzunahu buhtanan va isman mubina. Sizlar shu narsaniki o'zini bo'htan va uchiq oshkor gumona bo'lgan holatlik narsani shu odam sizlar. Bu ağının özü uçuk aşkar böhtan, hem uçuk aşkar bir günah olan bir haram bir iş. Anda oğandaki ayallarına kuvvetip, bir ayalını almakçı olsana, şu kuvvetmekçi olan ayalını ki belgen mehre hakkını katli ilişini katli dememez ya da duruşçu emez değil. Eğer bir adam muşundak kılıç arkalıkmış işine kıttemdi. Muşundak yani muşundak kılıç arkalık kadakıptı onu uçu beğenmepti. Muşundak kısam, cık pul verirken andaklıya beğenmeyim ikeme. Muş arkalık anşu vaycan dügüzüp, iş kana bir neresi beğenmeyle anşundak nukatemen deyip, haram işini kılıç arkalık, yani anşuna talak vası mı, talakçı bir yerde çok buluyordu. Ama onunki beğenmeyenlik, şu talak kılıç, mene usulü prensibi rayı kılmağanlık diyen bir kanıcı, günah şu kişinin üstü çoğu buludu. Günahın üstü günah çoğu buludu demdi. Bu yademde, talak vaktin üzerinde talaknınki üzeri talakı bid'i ve sünni dedik. Endi bu hul'i talaknınki bir kısım boğan diken hul'i talak kılmakçı olsa bir adamnınki üzeri yukarıki talak kılgandek sünnetki layık yani o ayalnınki üzeri heyzilik haleti bulmasıyla cinsi münasebet ötkezgen tohurluk haleti bulmasın, üç talak bulması diyeledek muştak şartnınki üzeri hul'i talaktan için bulamdı diye vakti üzerinde bu canın üzerinde hul'i talak kılmakçı olan olsa bu iş o adamge çok bulmaydı. Çünkü bu hul'i talak kavakti üzerinde ayal kişi men özemninki aş nersini tavayılığını bir iş arka talağını alımayan deyip aş karar kelgendekin bu yerde bu ayalninki üzeri hez aleti bulması tör yani cinsi münasebet ötkezgen törde bulması diyen gepniki üzü bir yerde belki telişte ayal kişiniki menfaati. Eğer şunda bir adette mene talak kılınan bolsa ayalniki üzü bir kançı vakt uzrap gedidi bu iddet tutuş şekli. Şunun için bunda bir adet talakçı kılışkıcı bulmaydı deyip İslamçı dinçi belki bu yerde talak kılığı kılmakçı olan mene bulmakçı olan kılmakçı olan ayalniki üzü bu yerde buptu men aşı nazı bir iş arkalı men kançı zerat atıp geçsem buptu diyen boğan deyken meyli uçada o iddet uzrap geçsem meyli diyen gependi. Bu uçanın üzerinde mene bu yerde muteber bu yerde çoğu o talak kılınan vaktin üzeri talak kılığı kılınan vaktin üzerinde bu yerde yani yez aleti bolamdı bulmamdı cinsi münasebet ötkezgen töhür alette bolamdı bulmamdı diğerleri bunu da şart bu yerde kayıt bu yerde çoğu yok. Şimdi talak-ı hul'i bu adam o ayardan çok kıptı. Kandiki talak hul'i kandiki bu kandak olur demdi. Talak hul'i kıptı makul deyip o ağrılan ayal işkili kalmış boğandikin hem de buptu deyip bu çağınki üzder işkisine kanışıp hem kaydı yeni şivalli kaydı bir öğe çok kelle deyip mundakısı şu talak hul'i kılınan ayalı bilen bu durust bolandı bulmamızı durustçu buludu. Durust olup mene hul'i talak kıp oldu kıp boğandaki talakı bayin bup gitti. Bup ketkendikin o adam şu ayalını kaydı kelişip kısı buludu uçağın üzerinde kaydedin talakı bayin olan boğandaki kaydedin nikah kaydedin mene toyluk kaydedin nikahın işleri hemmesi şu uçağın üzerinde nim buludu uçağın üzerinde yürüydendi. Şimdi bu yerde in bir gepemdi talakı hul'i kıldı diyen gepninki üzerinde bu talak kılış hukukuna ayal kişi verdim diyen gep. Anda oğandaki bu çanın üzerinde ve bu gepni yeni valden bu gepni yak ama pun evasın disço uçadı bulmaydı. Uçağın üzerinde kişininki bu talak hul'i kıp boğandığın ken iddet toşkan kadar yak ve akaza talak bayını oğandaki zaten yeniliş hakkı yok. Uçağın üzerinde katli yeniliş o yerde ne bulmaydı o hakkı çok bulmaydı kişininki. Uçağın üzerinde pulu katarı belgen boğandaki uçağın üzerinde vay ben bunu yeni aldım deyip talak reciye okşaş bunda kılış hakkı katli ememez o duruşçu emezsemdi. Şimdi bu talakı hul'ininki üzerinde bu yerde İslam din yani ahkam demesinde keng dairde bir fikri ahkam kitaplı boğandaki hemme meselenin oturucu değil. Hem hul'i talak kılgan bu ayal kişinin üzeri küçük kız var iken
Ama akkarını fark edidigan bunda bir kız var ekan. Bu kız bilan u akshi xul'i talaqchi bo'lamdi desa, bu nima bo'ladi? Durustchu bo'ladi endi. Durust bo'ladi, ammo balog'at yetmabdi, ammo akkarını fark edidigan, bunuga eri shu ayoli bilan ağan şu küçük kız bilan xul'i talaq qilibdi. Bu nima? O durust. Durust bo'lsa-mu, lekin bu xul'i talaq bo'lmasdan talaq raj'i bo'ladi. Chunki endi bu akshimdi talaq xul'iqa adamning o'zi akshlik chiqdi. O'chaning o'zida malchu ba, ana lekin talaq xul'i talaq qilinmoqchi bo'lgan ya'ni ayolniki o'zi ammo kichik balog'at uchun yetmedi. Balog'at yetmagandiki, balog'atga yetmagan bir kishiniki molni tasarruf qilish islom dini qat'iy durust emas. Unda o'g'andagi bu xul'i talaq qildi degan gap bekor bo'lib ketadi. Ammo bu xul'i talaq degan gapning o'zi talaqqa qaytilib, talaqqa raj'i. Shu bu yerda nima bo'ladi? Yerda bo'ladi. Talaq raj'i bo'ladi. Ammo bu yerda bu kichik qiz bolaniki hamda molni tasarruf qilish, ishiltish haq huquqi bo'lmagandan keyin, u chog'da talaq raj'i bo'lgandan keyin, u chog'niki o'zida bu kız bola o kishiga yiliq molni berish nima emas, vojib emas. Molni bermasmi, talaqchi bo'lib ketadi. Ammo talaqqa vaqtiki o'zida, xul'i talaqqa vaqti o'zida jazman ayol kishining gardiniga shu xul'i deb bekitilgan shu molniki o'zini gardiniga molning o'zini shu kishi berish nima u yerda vojib. Vojibchu, vojib deb bekitildi. Bermiz qat'iy bo'lmaydi, yerda durustchu bo'lmaydi endi. Endi xul'i talaq qilingan, qilmoqchi bo'lgan yeliq ayolniki o'zi yoki saronkan, yoki matokan, aql hoshini nima qilmaydi ekan, u yerda durust bo'lmaydi ekan. Durust bo'lmasa, u chog'ning o'zida bu qanday bo'ladi? Endi bu chog'ning o'zida bu odam shu ayol ekan, bu bak nima, aql hoshini bilmaydi, mesela saron. Unda o'g'andagi u chog'ning xul'i qilyaptay, buniki qo'lidagi men olgan to'yliqni o'zini men evelib, talaqni berib ishta qilay desa, u chog'ning o'zida bu xul'i talaq olmasın, talaq qilib talaq raj'i bo'ladi. Ammo u ayolning gardiniga shu aga yaliqqa deyishga molni berish vojibchi emas. Chunki u mana shar'iy tarafdan molni tasarruf qilish man'iy qilingan ayol bo'lgandiki aql hosh joyida emas. Buni mol berish durustchu bu yerda bo'lmaydi. Endi bu bamsimchi bo'ladi. Endi bu xul'i talaq qilingan bu kishiniki ayolniki o'zi mesela keselken öyle halatiki keselken, kesel, eğrilişip getipten. Eğrilişip ketkendikin bu çanın üzüde bu ayal xul'i talaq qilishga erlik teklif koyuptu. Ben şundak ağırıp kaldım, senin hak hukukunu kalamı dem. Onda oğan diken, men sen ağan muşundak mer hakkını men sana bersem, bu çanıki üzüde benim talağımın için bersem kuvvet sen kine disi bolamdı bulmadı. Bunu dedim boludu ya da durustçu bolu demdi. Hiç kadar bu neyse yok. Ama durust boludu. Bunu da ölümalarımızdaki otursa bir kança okşumaygan fikir sözleri var. Şunun içi demdi. Şu xul'i qilmoqchi bo'lgan, o'lmoqchi bo'lgan, shu o'la alatib qolgan shu ayol eriga xul'i talaq qilishda mol beraman debdi. Shu molniki o'zi, shu ayolniki merosiniki 3dan 1dan ushchi bo'lmasi kerak. 3dan 1dan ush qilib ketsa, o'chan o'zi xul'i qilolmay 3dan 1gacha bo'ladi, uni ush bo'lib ketmaydi. Bu mesela qanday? Mesela o'la alatiki kasalligi, ayol o'g'ilniki o'zi, mesela 10 ming koy qipto mesela xul'i talaqniki o'zini bu ayolniki mesela 20 ming koy meli qiptemdi. Bu çağın o'zida bu xul'i talaq qilib, bu çağın o'zida bu iddat tushib uni bo'g'cha, bu çağda bu ayol o'lib ketibdi. O'lib ketgan bo'lsa, bu çağda shu 3dan 1 bo'lgan, shu 20 ming koyning 3dan 1ni ola oladi, uni g'ayrini ham qilolmaydi, bu yerda ham ola olmaydi. Men olamay, bu çağın o'zida nima qiladi. Ammo shu endi bu endi iddatning ichidan o'lib ketgan bo'lsa, u chog'niki o'zida kishi ham ayolig'imi varis bo'la oladi, xul'i talaq ola oladi, mahr misl bo'la oladi. Bu 3 xil nima bo'ladi? Iddat to'shmay turib o'lib ketgan bo'lsa, buning ichida qaysi oz bo'lgan bo'lsa, shu yuradi. Ammo iddat to'shqandan keyin u ayol o'lib ketibdi. Iddat to'shqandan keyin o'lib ketgan bo'lsa, u chog'niki o'zida uçan iddet toşkan bo'lsa, uçan üzerinde aş deyilgen, aş mehriniki üzünün nemi kıldı, uçanın üzerinde aş o 3dan 1 eşip ketmegen, asasiki aş xul'iniki üzünün nemi kıldı, bu yerde alıdı
deydemdi. Bu yerdemde aldığımız dersimizde neşketim öttü. Bu hul'i talak olamdı yoki pask olamdı. Yani bu yerde talak degan gapni dedik, tushundik. Talak bir adam o'zining ayolini talaqqan bo'lsa, bunga aloqador bo'lgan jiq ahkamlar bor. Shuning uchun qilish kerak. Ammo biz bu hul'i talaqniki o'zini talaq demay pask desak, o'sha paskdan buzdi degan gap. Buzgan vaqtdagi o'zida bunga aloqador bo'lgan hech qanday bir ahkam, talaqning ahkam bo'lgani uchun kelmaydi. Yani buzyapti degan gap, buzyapti degan vaqtning o'zida o'chaning o'zida talaq olmaydi. Yani bu da qanday bo'ladi desa, yani bir adam o ayolniki o'zini ikki qator talaq qilib ekan. Ikki qator talaq qilib ekan. Uchinchi qatimga talaqi hul'i, yani hul'i talaq qilibdi. Hul'i talaqqa vaqtniki o'zida agar talaq desak biz buni, endi bundan keyin bu adam o ayoli bilan har qancha yangidan nikoh qilsa qat'iy nikohchi bu yerda bo'lmaydi. O ayol ikkinchi bir erga tegib, andan keyin yenishib ketgan bo'lsa, qamshamay, o'chanimizda bu erga durust bo'ladi. Agar bu hul'i talaqning o'zida bir talaq demay biz paska desak, o'chada ikki talaq qilib bo'lgandan keyin pask deb qaragandan keyin u talaq bo'lmaydi. Talaq bo'lmay, undan keyin yenishmansa, yine yo'lchi bo'ladi. Bu talaq bilan paskniki o'ttirski farqchi meni bu. Meni qanday vaqtdagi o'zida pask bo'ladi? Biz inshaalloh buniki keldigan darsimizda bu yerda biz nima qilamiz? Bu yerda to'xtalamiz endi. Endi hul'i talaq qilingan ayolga talaq bo'lamdi. Masalan, o ayol yerine to'liq talaq qilishibdi, iddat to'shgan qadar, ya'ni o adam shu ayolni talaq qilsa bo'lamdi. Masalan, birinchi qatimkan, birinchi qatimni bo'lgan bu hul'i talaqqa bo'lgandan keyin o'chaning o'zida iddat to'shgan qadar, ya'ni o adamniki nikosini o ayol chiqib ketmaydi. Chiqib ketmagandan keyin bu o'chaning o'zi talaq qilsa, normal talaq qilsa talaq tushadi. Masalan, bir adam o'zidagi ayolni 3 talaq, bir talaq qilibdi. Bir talaq qilib iddat to'shgan qadar yana bir talaq qilsa, mesela ikinci teoriye, ikinci teoride oyuna iki talak da bir hesaplanır hem de. İki talak da bir hesaplanır ama bu hul'i talakniki yüzüde iddet toşka vakt, iddet tuşbu olan, iddet toşkıçılık hul'i talak kılınan ayağınınki özünü ikinci bir kata muşunda talak kısa, yani bolandı bulmamsa yine talak kısa çoğu yerde ne bolu deyimiz, boludu deyimiz hem talakı bayin bozsumu. Şimdi hul'i talaq qilgan mushu ayolniki iddati qancha? Bu yerda iddati 3 yani odat ko'radigan ayol bo'lgan bo'lsa, bu 3 bo'lgan bo'ladi. O ayolniki o'zi homildor bo'lgan bo'lsa, mana o bog'li tuqqandan keyin tugaydi. Bu bundaqcha bo'ladi. Kichik ya balog'at yetmagan yoki o'chaniki o'zida o ayol yaşılıp ketdi. Bunda bir ayolniki o'zini hul'i talaqqan bo'lsa, o'chaniki o'zida mana bu ayolniki iddati mana 3 oy 10 kun bo'ladi. Mana 3 oy bo'lgan bo'ladi bu. Endi xo'sh, endi biz hul'i talaqniki o'zini hul'i, fidya, suli dedik. Bu ayol tarafdan ko'ngilsiz yuz bergan vaqtning o'zida bu chaniki o'zida ayol kishi men ag'rilib ketay desa, men osh ishchi bo'ldi endi. Hul'i talaq qilsa, o'chan ajrab chiqib ketdi. Ammo bu ayolniki o'zi o adin talaqni elish nemisi yo'q, ko'nglida yo'q. Davomli bir yutib ketsam-chi deydi endi. Degandan keyin qarab baqsa bu ayol yesh cho'mib ketdi. Yesh cho'mib ketdi. Ya'ni akishniki o'ddisi chiqolmaydi. Akish bir qadar kuchli yoki yosh. Yo'q bo'lmaydi, ayol kishiniki o'zi bak satlashib ketdi. Yosh ammo yüz ko'zi va yoki sat shunda bir ishlar bilan bo'lib ketdi. Ammo bundaq vaqtning o'zida buni chidab, sabr qilib, ajda bil yutib ketsa, u hassalab sababchi bo'ladi. Ashuna turg'un hamda bu ko'ngil bu kishi odamning inson qo'li bo'lmagandan keyin bu ko'ngil masalasida qancha qism ashyo qilib tursa, o'chani nafratlanish ish yuz beradi. Agar bunda bir ko'ngilsiz ish kishining yuz bergan vaqtdagi o'zida qanday bo'ladi desa, mana aviyati degandek biz sulh qilsa, o'chaning o'zida bu nim bo'lgan bo'ladi, dursa bo'lgan bo'ladi. Bu to'g'riliq Qur'oni Karimda Alloh taolo va in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima ay yusliha baynahuma sulha was-sulhu hayrun deydi. Agar bir ayol o'ziniki yerdan o'ziga bo'lgan qarshi, ya'ni ko'ngilsizlik ahvolidan yoki o'zidan yuzurib qolish ishidan
ayol kishi qo'rqqan bo'lsa, u chog'ning o'zida ikkisiniki o'ttirisida suli qilsa, hech qanday bir gunoh ma'siyat yo'q, bo'lmaydi, chatoqchi bo'lmaydi. Lekin suli nima o? Yaxshi deydi. Ana mushunda bir ish mana yuz beribdi endi. Ayol kishi erdan nima qilg'isi yo'q, ayrig'isi yo'q. Ayol kishi ana yo yesh cho'mpet va gaza ishlar. Mujna bo'lgan o'zida suli qilishib ikkisi bo'pti. Mening üstüm bir xuddi nasanglar yoki men sizning yoddan chiqarmadim. Qandiki men nikoyingni turay, mening qashimga xalqa vaqti kelsangmi mayli yo kelmasangmi mayli. Men uni kelmadi demayman, mening qashim yatmi demayman debdi. Yoki bo'lmaydi, yemek ishmaga kim kechak va gazajati yemek ishmani yapmayman. Men qilmayman, o'zim qilaman. Yoki tijorat va bir ish qilib, men o'zim qila olaman, sening nikoyingda chu bo'lsam bo'ladi. Mening nikoyimda sen taloq qilmasang mayli, qaga ishtime vaz kechdim desa bu nima o durust chu bo'lgan bo'ladi. Bu to'g'riliq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki mena buningdimi yana hadischi bor. Unda o'g'andikin bunda vaqtdagi o'zida agar ayol kishi ashta o'pdi ya o'pdi ya mijoz o'pdi o'pdi onun deyken anadaki bu sülükanda yeni varsa yine uçağının üzerinde bu durust endi. Mene İmam Abu Davud rivayet etgan bir hadisida Ayşe radhiyallohu ta'ala anhadan shuna deydi ki Savda binti Zama radhiyallohu ta'ala anha payg'ambar alayhissalatu vassalamniki ayoli. Bu ayol yashinib qolgan. Ya'ni cho'ngib ketgan bo'lgandikan ani payg'ambar sallam meni qo'yib o'tamdiki deb qo'rqqan vaqtning o'zida bu ayol shuna degan: "Ya Rasululloh, menga qilgan kunlarningki o'zini men Oyshamga berdim. Meni o'zlarininki nikoyda saqlabchi qolgan bo'lsalar" degan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam meni ma'qulchi degan. Degan bo'lgandikan endi bu ish nima usuli qilishchi durust. Ashunday bir ishga ya 3 işte ayoli bo'pti. Yoki bir ayol bo'pti. Nikohdan ojish maqsadi yo'q. Ashunda ba'zi bir haq-huquqini menda tushib, mushta kelishib, mushta qilsa o'chaniki o'zida nima o durust. Agar ayol kishi men bo'pti, men bu ishni men voz kechmayman, o'zim haqqimda mushta qilsin. Meni anini bir kun yomonini bo'lsa, mushta qilsin. Yoki bo'lmaydi, kim kechak yemak ishmay meni qilib bersin desa, o'chada o'zining nimasi bo'lgan bo'ladi. O'chaning o'zida buning haqqichi bo'lgancha bo'ladi endi. Endi bu yerda har ish kelsa, talash tortish Macera muşundaçı işler yüz beripti. Yüz bergan vaqt o'zida aqish qilib mening qo'limda men bu nikoh qilish, taloq qilish haqqi bor deb olib beribdi, taloq qilish ish yo'q. Bu chog'ning o'zida qanday qilib Qur'oni Karimniki degani bo'yicha kishi tarafninki oilasidan bir hakam, ayol kishi tarafdan bir hakam olib berib, hakam to'xtatib, ikkisiniki o'ttirsin suli qilish orqali bu yerda nima qilamiz? Bu yerda isloh qilamiz. Bu to'g'rida Alloh taolo shuna deydiki: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها degan nima oyat var. Ana o'g'andan keyin mushta ish yuz bersa, ayol kishiniki oilasi tarafdan va er kishi oilasi tarafdan ikkisini o'ttirsin sulh qilish uchun mushna bir hakam, aql, baliq bir ishni aplay oladigan odamni qilib, nima ish bo'ldi deb ba'zi haq-huquqini tushirib, shu bo'yicha muomala qilib, shu bo'yicha hayotini davomlashtiradigan bunda bir ishni nima qilamiz? U yerda qilamiz. Bu bo'lgan vaqtning o'zida anadikin eng oxirgi iloj bo'lgan, dori bo'lgan bu taloq yoki xul'iy taloq degan bu ishni bu yerda qilamiz. Bu islom dinininki ko'rsatgan ko'rsatmasi bu. Mana bizdagi bu qatimki darsimiz meni mushayishlik bo'lsin. Alloh taolo har birimizni Qur'oni Karim, hadis Rasulullohninki shu ko'rsatib bergan ta'limot bo'yicha amal qiladigan haqiqiy muttaqi, muslih, mu'min, solih kishilardan, mujohid kishilardan Alloh taolo qilsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.